Hozirgi kunda ko'pchilik kollagen haqida tushunchaga ega, ozgina bo'lsa ham boshlang'ich tushunchaga egasiz. Ya'ni kollagen teri uchun ishlab beradi, suyaklar uchun ishlab beradi, paylar uchun, mushaklar uchun, hatto qon tomirlarini mustahkamligini ham, o'sha yurak devorini mustahkamligini ham aynan shu kollagen tanamizdagi oqsil ta'minlab beradi. Va bu oqsil bizda 25 yoshdan keyin kamayishni boshlaydi, ya'ni kollagen kamayishni boshlaydi. Buni qanaqa qilib bilsak bo'ladi bizda kamayayotganini? Soch to'kilishi, erta qarish, yuzga ajin tushishi, bu yuzlarni osilishi, terini siniqlashishi, ya'ni rangiga rang qolmabdi deyishadi-ku. Qanaqadir bir boshqacha bo'lib, quruq bo'lib, yorilib, mana shunaqa teri ta'sirchan bo'lib, mustahkamligini yo'qotishi natijasida bo'g'im og'riqlar yuzaga